no name, Xitoy. Afzallik tarafi arzon. Birinchi uzoq ishlatsa bo'ladi. Buni uyda ishlatsangiz bo'ladi, mo'ykada ishlatsangiz bo'ladi. Trubkasini ko'ryapsiz, plastik va rezinoviy, точнее, pastda turadi. Nom yo'q, olsanglar bo'ladi. Narxlari yaxshi. Endi ikkinchisi keladigan bo'lsa, bizda professionalniy bor, HGCB. Уже farqida nimada og'irligida bilinadi. Потому что bu yerda haqiqatda laton ishlatiladi. Bu yerda laton ishlatiladi, lekin mana yengil. Afzallik tarafi qo'lingizdan bachok tushib ketib qolsa, hech nima bo'lmaydi, sinib ketmaydi. Bu yerda riski bor ozgina, в любом случае, потому что no name, nomi yo'q. Professional mo'ykada ishlatsangiz bo'ladi va uyda ishlatsangiz bo'ladi. Endi uchinchi variant keladigan bo'lsa, Foam Heroes'dan bor. Bu biz ofitsialniy distribyutorimiz. Buni afzallik tarafi haqiqatda professionalniy 360 gradus ishlatsangiz bo'ladi. Metallik nakonechniky bor. Mana ichida ko'rsanglar, shestigranniklar bor va uchiga nakonechnik отдельныйsi bor. Buni uyda ishlatasiz va professional mo'ykada ishlatsangiz bo'ladi. Endi pena bachoklar keladigan bo'lsak, bizda hozir ikki xil variantimiz bor. Ручной, накачанный, точнее. Kechasiz qilasiz, ishlatasiz. Afzallik tarafi 2,5 litr sostav qo'ysangiz bo'ladi. То есть katta gruzovigingiz bo'lsa ham gruzovikda ishlatsa bo'ladi. Ikkinchi variant keladigan bo'lsa, elektrichеский. Bunimiz 2 litrovый bo'ladi, 2 litr sostav qilsangiz bo'ladi. Qanday ishataman desanglar, bunga 200 mg shampun qo'yasiz va 1,8 litr suv qo'yasiz va bemalol ishlata olasiz. Afzallik tarafi Type-C va zaryadingiz ko'rsatib turadi. Endi pulverizatorlar keladigan bo'lsa, professionalniy, nakashnolar keladigan bo'lsa, Kvazardan 3 xil variantimiz bor. Birinchisi 2 litrovый, ikkinchisi 1,5 litrovый, uchinchisi 1 litrovый. Afzallik tarafi buni keladigan bo'lsa, buni hamma tonirovщиклар biladi. Uchi aylanadi. То есть udobствоsi keladigan bo'lsa, turun dasturni joylarga regulировка qilib separasiz. Keyin buni undan oldin pulverizatор ko'rsatganimdek, nakonechniy metallichеский. Mana osilib turadi. То есть sostavingiz ozgina qolganda yoki turun dasturni joyiga tiqa olmayotgan bo'lsangiz-da, men uzr tiqa olmayapman deb bordim. Turun dasturni joylarga nakachasiz qilasiz, aylantirasiz va sepasiz. Bu mahsulotlarni qayerdan olaman desangiz, Toshkent shahrida